Assalomu alaykum. Mana bugun 5-noyabr 2025-yil Tanduriydan Yellow kompaniyasini O'zbekistonga yuboriladigan narsalarini, ya'ni pochta posilkalarini ortish jarayonini videoga olamiz. Noyabr oyining boshlanishi bo'lgani uchun endi ko'pchilik bizda yangi yilga yaqin pochtalarni jo'natishga ko'p harakat qilib qolishadi. Shuning evazidan bizda mana hozir shu 4 kun ichida yig'ilgan posilkalarimiz, ya'ni shanba kuni buni olib ketishgan posilkalarni bizning ofisimiz bo'shatib ketishgan edi. Mana bugun chorshanba yana bitta bo'lik posilkalarni olib ketishyapti. Hop, yangi yilgacha o'z ota-onalarni, yaqinlarni O'zbekistonni xursand qilish niyatingiz bo'lsa, hozirdan harakat qilganingiz yaxshi. Sababi dekabr o'rtalaridan buyog'iga posilka berilgan posilkalarni cho'zilib borishi, ya'ni o'sha odatlangan 31 dekabrgacha yetib bormasligi ehtimoli katta bo'ladi. Shuning uchun hozirdan harakat qilib posilkalarni jo'natishga olib kelishinglarni so'rab qolamiz.